Orqamdan o'tma, non tushadi deb million marta aytganman-sen kuchuklarga. Ma qizim. Menga-chi? Seni kulchana yopib qo'yaman. Onam ko'rmayaptilarmi? Tasha. Ana buni ham tashaylik. Sabzi-ku bu yoqqali. Ma baxtga. Kecha Hamzadan bitta non qarz olgan, tez olib chiqib ber. Bering. Lam bilaman, yuray. Qiz bolaga o'xshab-ku. Yaxshi yuribman-ku. Ona kompot qayerga qo'yay? Boshimga qo'y, boshimga. Shu gaz oldiga borib qo'ysang, istachasan shuni, yemata. Shuni oldirganing. Men senga nima degandim? Folbox bu. Yaxshilikcha-ki, agar ushlab olsam, putingni ayiraman. Urasiz. O'zing kelsang urmayman. Ha, pajarangalarni seni qalmi urchi. Bitta ignayni topib kelish shunchalik qiyin bo'ldimi? Bu yerda yo'q. Hozir men borib topsam nima qilaman seni? Bo'lmasa kelib ko'ring o'zi. Ko'rshov. Bu hech narsani topolmay, tumshug'im tagidagini. Mana nima shiqi? Hozir yo'q edi ana shu shir. Ko'zingni och bunday. Mana buni ochaman. Menga ham Qosim bizaga ham qol. Nima? Men senlarga nashat ichma deganmidim? Ichma aka. qopqog'ini bering. Bu isring. Yoshlik sani o'ylamagankan. Salar darsdan qochib kontrga boramiz ham. Ustoz, Jahongir darsdan qochib kontrga bormoqchi. Nima? Shu Sarvar og'zida gap turmaydi-da. Bola, qanachi? Ertaga dachaga chiqamiz, faqat xotinlarimizga bildirmasdan. Hadi. Faqat hech kimga tushuyor. Tushunarmi? Asal 100% dachadida. Ertaga ko'rasan, faqat manligimni aytib qo'yma, bilsang bilarsan. Ha. Oying hovladorligida. Mabodo echki go'shiga yana boshqaroq bo'lib qolganmi? Yo'q ne? Kazyol nima aytasan? Voy, ish qilib qirib olganimni adam bilib qolmasalar bo'ldi-da. Lekin Sarvar ko'rib qoldi-da. Voy, onangni mag'rur mashinani nima qilding? Voy, mashinani qirganimga 1 minut ham bo'lmadi-yu, adaqatdan bildingiz? Sen bola endi shoshmay tur. Menga jang beringlar hozir. Kazyol Sarvar. Karatoda ketib, olib ketdi. Bu Sarvar og'zida gap turmaydi desam, suv ham turmas ekan-ku. Xullas Jahongir aka, sariq bola pizzadan shu Ramazon setlarini reklama qilish kerak. Ramazon setimizda siz 3 ta kichkina pizza, 4 ta razli xurmo va suvlarni atiga 119 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, oilangizga katta yoki kichikligiga qarab bizda juftlik, bayramona va oilaviy setlarimiz ham mavjud. Siz 150 minglik cheksiz BMW A3 elektromobilini yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuni reklama qilish kerak edi, aka. Aka, buni reklama qilish shart emas. Mana Sarvar eshitdi, 5 minutda butun O'zbekiston eshitadi. Xotirom-ey. Bola, Dubayga sayohat. Onajonimga sovg'a qilaman hozir. Gap yo'q, gap yo'q. To'xta. Mana ikkita qo'lni bolalaringni og'ziga suv qo'yib qo'yinglar. Hozir bizdan borib birinchi aytib qo'yadi o'tirpillar. Voy, aytmayman, voy. Bo'la qoling. Oyadi, qayerga ketyapsiz? Ha, Dubayga olib ketayotgan ekansan-ku. Kim aytdi? Aytgancha, bu faqat og'zi bilan gapirmasdi-yu. Ma, skochlar bor. Zile yo'allar gal mille be may. Ana bu itlar hammasini chopib, Hey, kiyimlaringizni chiqarib bering, yuvib qo'yaman. shuni o'tiribsan bacham? Nima tirjiyapsan? Yaqinlar o'tamiz a? Nima? Yomon zo'ravlatdan shu Murod Buxarskilar. Ha? Aka, meni oldinroq uylantirmagansiz? Ha, tinchlikmi? Mazza ekanda. O'z boshida bacham bir oy mazza bo'ladi. Keyin boshlanadi. Mana, yutqazding. Hay. Yana o'ynamizmi? Ana. Men yetdim. Keling. Endi sus. Suzman sani, sekin urdim, endi sus. Bir yildan keyin mana shu payt o'g'limiz yo qizimiz bo'ladi. Keyin men san onasi deyman. Men dadasi deyman. Hozir ikki o'ngan sochog'i yirtasan?